Assalomu alaykum aziz tinglovchilarim, tomoshabinlarim, obunachilarim. Bugun 15-iyul 2026-yil. Shu kanalda men bugun ko'rsatuvimda sizlarga opa-ukalarim, aka-singillarim, buvimlar, buvajonlar hammaga qarang, kadrda oldingizda juda yuqori kuchlanishdagi sim tortilgan opora stolbalar turibdi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Bularning yozda issiqda, ayniqsa hozir shu bugungi kunlarda issiqda, ana qarang, e'tibor qilsangiz sim osilib qolgan. Haligi norma 5 metr qo'yilgan bo'lsa, misol 5 metr qo'yilgan bo'lsa, u normadan pastga tushib ketadi, 4 metr, 6 metr bo'lib, pastga tushib ketadi. Issiqda ayniqsa bular eridi. Sovuqda tortiladi sim. Issiqda shunaqa erib emas, anaqa bo'shashib, bunaqa holatga kelib tushadigan holatga kelib, pastga tushadigan holatga keladi. Demoqchi bo'lganim, stolning tagida tashqariga chiqib bo'lmaydi. Buning iloji boricha uning tagida yurib bo'lmaydi, buning tagida. Bu yerda любой moment haligi magnitni polye degan bor, magnitni polye degan narsa bor. Tok o'ziga tortadi, o'ziga. Masalan, ayniqsa qishloqlarimizda, butun O'zbekiston qishloqlarimiz hamma joyda sim tortilgan, tok tortilgan, ayniqsa dalalarda mol boqib yuradi, qo'y boqib yuradi, tagiga bora ko'rmang. Ayniqsa yomg'ir bo'lganda, yomg'ir yog'ayotgan mahal kontakt kuchayadi haligi. Tokka apasini tushib qolish nimasi kuchayib ketadi. Yomg'ir yog'ayotgan payti yer ho'l bo'lsa, yer qor bo'lsa, bu narsani aytib qo'yganim endi baribir mendan qanaqadir sizlarga ogohlantirib aytayapman. Endi yordamim tegsa, endi men shu burchimni qanaqadir kanalimdagi burchimni bajargan bo'laman. Shuning uchun sizlardan iltimos, ehtiyot bo'linglar. Juda yuqori kuchlanishdagi bu simlar. Mana hozir stolban tagida o'tdim. Agar ikkita stolban o'rtasidan o'tsam, sim osilgan, opasni bo'lsa, bilib bo'lmaydi, paq otib nima qiladi, tamom bir marta. Xuddi haligi momaqaldirga o'xshab. Boshqa o'zi shans qolmaydi. Shuning uchun azizlarim, hammangizga tinchlik, omonlik tilab, o'zlaringizni ehtiyot qilib yuringizlar. Alloh ham ehtiyot bo'lsang, ehtiyot qilaman degan. Shuning uchun sizlarga aytayotgan nimam, mana shu o'tgan kanalimda suvda gapirdim, bu safar to'kda gapirdim, ozgina shu bilganimcha narsalarni berib turaman. Omon bo'linglar. Sihat, salomatlik, omonlik. Topganlaringizga baraka bersin, to'ylarga buyursin. Yaxshi kunlarda uchrashib yuraylik. Sizlar uchun shamollarda qolgan hislarim kanali shu bugungi perdachani qildi. Rahmat.